bu ata kesipti bizga. Ata kesipti. Men o'zi yoshim oldi 60 ga chiqdim. 60 ga chiqqan bo'lsa men где-то 3 yosh, 4 yoshimdan o'zi bilamda, esti bilaman o'sha otamga kichik yordam bergichim shu kichik yordam berib boshqa qilib, уже 10 yoshga chiqqanda uylanib qoldim shu yerda. Keyin shu boshladim. Maktabdan chiqib kichik yordam berib vaqtda estirmali, запрещенные bu unarlar bular. Biz обязательно kelib o'tda terroristni bosgandek bosatadi. Bosib olib chiqib, shtraf solib, maktabdan VGV liniyga chiqarib, bu unar qiladi ekan deb shunday bo'ldi-da. Xudoga shukr, mana biz shunday zamonlarga keldik. Hozir mana juda ham yaxshi mana Qirg'izistonda mana har narsa qilsang bo'ladi o'zimizda chibir. Xudoga shukr deymiz. Bu zamonlarda otalarimiz o'ylanib ketganda shunday zaman kelar ekan deb. Mana shunday zamonda yashayapmiz. Hozir mana uylarda qilyapman endi. 5 bolam bor. 4 qiz, 1 o'g'il. Жаңа modellar chiqarib o'tamiz. Elga bunday lechebniy degan itin terilari bor, meditsinskiy mexlar bor. Bari kojniy bizda. Ruchnoy qilamiz. Mashinkada hech narsa tikmaymiz, только ruchnoy. O'shuning uchun klientlarimiz ko'p. Biz bozorga tikmaymiz, bozorda iloji yo'q. Только zakazlarimiz bor. Birinchi mas jasash uchun mana biz bu zakroyniy deb qo'yadi-da, krayt qiladigan stolimizda bu. Biz o'zimiz jasab olganmiz buni. Oldin ham bitgan yerda shunday bo'ldi o'zi. Biz shunda estirmalardan qolib yurib hozir mana bunalarda razmerlar jasab qo'yganmiz. Mana 8, bu 39 ga yuradi. 8. Buni bunday jasab kesib olamiz birinchi. Kesib bular tayyorlanadi barincha. Razmer tayyorlab turib, обязательно buni mashinada tikamiz mana. Bu esirmani otamdan qolgan mashina bu. Bilmayman, 100 yil bo'lgan bo'lsa kerak bu mashinagacha. Bunday qilib tikishamiz bunday. Qo'shamiz bunday qo'shib mana. Buni bunda qo'shdik mana. Qo'shgandan keyin kichkina mas formasiga kirib qoldi mana. Bunga hozir mana mexlarni javishtiramiz. Mexlarni bunday kesib hozir javishtiramiz. Meditsinskiy mexni razmeriga qarab turib, krayt qilamiz mana. Buni chinab turib mana shu точно shu razmeriga chiqarish uchun bunda chizib olamiz mana. Bizda bari bunday ruchnoy tikiladi. Bardan ruchnoy tikamiz shunday. Mana bu tiyilgandan keyin bunday готовый kelib qoladi bunday. Bu уже mana bu готовый bo'lib qoldi. Bo'lib qo'ygandan keyin hozir biz buni qalbga solamiz. Bu yerda mana razmerlarimiz bor bunday. Ba'zi razmerlar bor. Detskiydan boshlab cho'nggacha mana. Mana razmerlar bor. 46-razmergacha bor. Buni 47 mana. Bunday qilib razmerga solamiz. İçine kirgizamiz. Kirgizgandan keyin buni birga spesial tosh qo'yib qo'yganmiz, tosh. Toshga urish kerak обязательно. Buni aytgan razmerimizga tushdi. Keyin buni daha kichkina mas bo'ldi endi. Buni javishtirgandan keyin buni to'nkarib qo'yamiz. To'nkarsak, o'sha bundan mas bo'lib qoladi, bunday bo'ldi. Sapochkalar ham shundayda, mana bu bir gay ukamizniki bu. Kecha suvda tursam kichkina oyog'im uyushib qoladi dedi. Puti uyushib qoladi ekan. Shunga kichkina biik qilib qo'ydik.
Жылуу болуп калсын деп. Мына путу ооруйт экен бул адамды. Путу ооруйт экен, ревматизм экен. Ошон үчүн мындан медицинский мех салып койдук. Медицинский мех. Кичине болсо муну лечебный. Муну суу тартпайт мына медицинский мех. Мындай сертификаттары дагы бар. Мынада ham путу ооруйт экен, собачий иттери болсун деди. Иттери кылып койдук мына путу ооруйт экен бул клиентimiz ham. Мен коричневый сүйөм дейди. Коричневый цвет сүйөм дейди. Бопту деп мына коричневийден жасап койдук. Айтам, заказчик эмнени буйрса, ошон жасайбыз да. Бала келип, мен снежный барсты терисинен апамга заказ кылышым керек деди. Мен айттым, боптур. Снежный барс дедим. Рисункасын алып туруп, Турцияга жөнөттүм. Bir haftadan keyin terisi keldi снежный барс. Hacıke bu krasный knigayu emne oldu dedim. Ben sen kelip kör aldın dedim. Sen körüp karıp bunu başkan dedim. Bu aşağıya Turciyada kaldı. Ne buna adam şundayken de adam da kalasa pajat жасай береміз. Жайында көлге барабыз. Вес семья, үйді құптайбыз да. Чоң машинамыз бар. Семейный машинамыз бар. Бардығымыз көлге кетеміз. 20 күн көлді ес алып келеміз. 1 январдан уже санаторий. Bir ay sanatoriyada жүрем. Семейный жүреміз. Хамы жақсы. Бұл әрекет қылсаң барчы бар. İmkan тапса болады. Ушуну айтамын да, булар доход неме керек? Халдыгы толтырып турат. Обязательно мен неберемге, чеберемге тамсалам деп осыны кыйнабайм. Уларга Кудай озалыктыгын берсин. Уnuga bir өнөрдү öğretip коеюн, окутуп коеюн. Дальше өзү ишин тап кетерет. Өзүм кыйнап башка мен самое главное өзүм өнөрүмө кылып, мана бир айга карабайм, бир айга акча сурабайм. Bir ayga карзан болбойм. Bir не то ишам кылып койбойм. Adamlar sorusun, bacarıp koyup, bir öge dahi bekerge dahi berişke tur kep kalat, bekerge dahi berip koyup, eştege özgerip etti buraya. Kudayım bir adam bereketini berse, sopa bolsa hem ya bulur etkende. Üçün için normal yaşasa bulur. Bir de kesip bilen normal yaşasa bulur. Köp so'radi, berishadi shuni. Desam men aytaman, men 10 ming so'm topaman, 15 ming so'm achtaman, 5 ming so'm qayerdan kelgan bilmayman deb qo'yamda. Bu narsa baraka degan narsa. Agar baraka bo'lsa, 100 ming topgan deb hech narsa bo'lmaydi. 100 ming topgan deb. Biz summa hech narsa o'zgartirmaydi. Bular ishdan ketayotgan qardolar rahmat deb ketsa, hikmat. Shu bo'ldi. Men aslan baraka. Bu summani men hech ham eslab demaganman. Bunday qoldi. Yani açıdan kılmayın. Ki Basya'da Indiyaga borib. Indiyada borib turib, o'shaga borgandan keyin men Qirg'izistondagi ishni o'ylanib qolamda, sog'inib qolam. Suvlarimizni, toza havomizni, odamlar yashovsini, u yerda odamlarda buna uy tam solish bu yerda вообще mumkin emas ekanda, tam solish. O'shuning uchun o'ylamas ekan ular. Masalan, biz hozir kosmosga uchishni o'ylayapmiz-ku, kosmosga iloji yo'q. Ularda tam solish shunday ekan. Biz uyimiz var, joyimiz var, hamma yo'qimiz var, mashinamiz var. Bu yerda mumkin emas ekanda, bitta karton bo'larkan, kartonga kech kun yotib, ertadan turib ketarkan. Bu shu uy ekan shu. Ashuni men ina borib so'rab qolamda, separatsiya olib. So'rasam, o'sha daga недовольный emasda. Biz odamlardek недовольный emas. Biz odamlarda обязательно so'rasang, mening Matiz'im bordi, Mercedes bo'lmay qoldi, shunday. Bir etajda yashayman, ikki etaj bo'lmay qoldi shu. Bu problema emasda hayotda. Hayotda bu problema. Samimiy glавное, семьяң бар. Kursag'ing kichkina to'g'ri, qo'shnilaring tinch, o'zing tinch, shunday bo'lish kerak. Xudoga shukr deyish kerak. Biz uning uchun ko'p kelish kerak o'shalarda. Bu kranni suvni очистить qilmasdan ichib bo'lmas ekan. Kranni suvni. Bizda любой suvni kichkina ichib qo'ysang bo'ladi. Xudoga deyish, biz bunday aytganda jannatda yashayapmiz. Buni bilish kerak odamlar.
туыстары келет деп келип сурашат, мындай кылсак кандай болот, бизге болбой атат деп 1 саат 2 саат отурушат да. Эми уулум бир аз айтып калат, ата нервиз түгөйтүп койсоңерчи, бул башка жерде өргөнсүн дейт. Мен айтып коеюн, үйдө сурап келди. Эмне дейбиз? Şu hazır yok deseng, 2 жол кылбай калат, bu yoqdan Rossiyaga ketет ekan. Болбой калды. Кичине болсо жардам берип коелик деп, үйрөтүп көрсөтүп мен башынан баштайып көрсөтүп койсом, болот экен дейт. Конечно болот. Кичине цех ачып, 10 чакты баланы үйрөтүп, мен уже 60га чыгып калдым. 60га чыгып келгенден кийин адам ойлонот экенде, менде кийин эмне калат деп. Бир эки этаж таммас я башка бас. Эмнедир таштап кетиш керек адамдарга. Таштап кеткенден кийин адамдар кичине болсо ойлонот да, бир жакшы адам болгон экен, мындай да калып кетти. Биздин өнөрчүлүк мына тери бизде эң арзан нарса. Туурабы? Биз башка жерге сатмастан өзүбүздү обработка кылсак кандай жакшы. Şurada oynanıp bir mına yakında ses etken çıktım, şu yürüyüş sorusu bir kişinin yeri verip koysa bir sex salıp bir mına Rossiyaga ketken bolalardan bir 10tasını kaldırıp koysam ham kişine esemi koşken bolamın da şu aş bolalar Rossiyada emas, merde kişine ülgülösün bakıp kalsa to'g'ri degan o'ylar bor. Endi xudo buyursa shu niyetimiz amalga oshib qolsa yaxshi bo'ladi.